Xo'p akalar, bilasizlar, bizlarda 7-8 mikrorayonlarimiz Navoiy bo'yicha bu eng zo'r mikrorayonlardan biri hisoblanadi, to'g'rimi akalar? Assalomu alaykum Navoiy. Men sizlarga xuddi shu mikrorayondan 8-mikrorayondan bitta 2 xonali galyonka domdan topib qo'ydim. 2-etajda shokolad narxlarda akalar. Bo'lmasa kelinglar, bitta xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Xo'p akalar, mana bu bizada xonadonimizga kirish. Bizada vannamiz, bu yoqda hojatxonamiz, bu birinchi xona, bunisi esa ikkinchi xonamiz. Bu yoqda kelinglar, bitta kuxnyasidan boshlaymiz bo'lsa. Bizada kuxnya, xonamizni ko'rib chiqamiz. Qani akalar? Yaxshimi? Akalar, sizlar agar bu xonadonni xarid qilsalaringiz, remont qilib o'tirmaysizlar. Aboylar hali sveji turibdi. Bemalol narsalarni olib kirib, yashasalaringiz bo'ladi akalar. Endi ikkinchi xonamizni ko'ramiz, keling. Akalar, bitta ikkinchi xonamizni ko'raylik, kelinglar. Bu xonamiz ham akkuratni turibdi, to'g'rimi akalar? Zo'r turibdi. Akalar, qaranglar, bu xonadonimizda orqa balkon ham bor. Akalar, bundan tashqari bitta zo'r narsasi, ortiqcha narsalar bo'lsa, mana bunaqa kladoviylar ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Qani? Dahshat akalar. Kelinglar, bu bizada hojatxonamiz. Marhamat. Kelinglar. Qani, marhamat. Akalar, bu xonadonimizda lokatsiyasiga kelsak, lokatsiyasi 8-mikrorayonda, shundoqqina 80-magazinning orqasida joylashgan. Bilasizlar, bu rayonlar juda zo'r rayonlardan biri hisoblanadi. Boya aytib o'tdim. Akalar, endi narxiga keladigan bo'lsak, narxini egalari 470 deyishyapti. Akalar, sizlar uchun tortishib, savdolashib 460 ga tushdi. Kelinglar, ko'ringlar, 460 milliondan yana ozgina o'tib beradilar akalar. Qanday zo'r, narxi ham, lokatsiyasi ham вообще shikar, просто udar bo'lgan akalar, ko'ryapsizlarmi? Har doim sizlarning xizmatingizda Navoiylar agentligi. Sog' bo'linglar.